Atrofga boqing. Shamol daraxtlarni ayovsiz silkiydi. Shoxlar go'yo og'riqdan egilib, yerga bosh uradi. Biz buni shunchaki bo'ron deb ataymiz. Lekin bu bo'ron emas. Bu daraxtning sajdasidir. Daraxt biladi. Uni egayotgan ham, bo'ron ortida quyoshni yashirib turgan ham u zotdir. Musibat kelganda egilish, sinish emas, balki Allohning qudratiga taslim bo'lish. Qarang, shamol barglardagi changlarni uchirib ketadi. Xuddi shunday, boshingizga tushgan sinovlar ham qalbingizdagi g'uborlarni tozalash uchun keladi. Sizni egib qo'ygan dardlarga ayting, men sinmadim. Men shunchaki Robbim huzurida sajda qilyapman. Chunki ildizi Allohga bog'langan qalbni hech qanday bo'ron yiqita olmaydi. Muallif Hoji Akbar Ubaydullayev.